Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Bloomberg торының 13 maydagi xəbərə qaraganda, Amerika Tashqi ishlar ministerligi Xitoyning Şərq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklar tufaylidan Xitoyga qarata besimni texmi kuchaytirganligini, majburiy emgakni to'xtatish va oldini olish uchun barliq huquq va manbalarni to'liq ishga solganligini yana bir qatim ta'kidladi. Bu dunyoning ikki cho'ng iqtisodiy kuchi orasidagi munosabatni texmi yiriklashtirib qo'yadigan bir masala. Nazuk va turga ayrilmagan deb atalgan dokladda Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlari duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa qarata Amerikaning qanday qarshi turadiganligi tilga ilingan. Aslida bu G7 yig'inlarida kun tartibga kelishi kerak edi. Bayden Xitoy siyosatida Xitoyning inson haqlari tafsilotchiligini oldingi o'ringa qo'yadiganligini aytdi. Keyingi oyda majburiy emgakning oldini olish qonunining yo'lga qo'yilganligini, Moliya ministrligi qora tizimlikka kirgizgan Sharq Turkistonda qo'llanayotgan kuzatish sistemasi va kamerani ishlab chiqargan Hangzhou Hikvision raqamlik texnika cheklik shirkatiga texmi og'ir jazo berishning misli ko'rilmagan qadamini o'lchayotganligini aytdi. Xitoy bilan Amerikaning boshqa davlatlarga qaraganda yanada savdo hamkorligi bo'lsa-mu, ammo yaqinqi yillardan buyon ular davlat bexatarligini ko'zda tutib, strategik rayonlardagi iqtisodiy aloqani uzishga boshladi. Washingtondagi Kommunizm tadqiqot o'rnining Xitoy tadqiqotchisi Adrian Zenisning aytishicha, Amerika o'z oldiga Xitoyning Sharq Turkiston siyosatini o'zgartirishga chorasiz ekan. Bu doklad boshqa davlatlarning Xitoyga qarshi e'lon qilgan dokladiga solishtirganda bir qadar mukammal ekan. Xitoy qilmishlarini davomli inkor qiladi va oldingi oyda majburiy emgak ahdnomasi, shundaqla majburiy emgak ahdnomasining qoldirilishidan iborat ikki xalqaro inson haqlari kelishimini imzoladi. Erkin Asiya radiosining 11 maydagi xabariga qaraganda, Erkin Asiya radiosining telefon ziyoratini qabul qilgan atalmish Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik soqchi idorasi Xitoyning bir tutash buyruq tushirib, lager haqida munozara qilishmaslikni va chet elning numeridan kelgan har qanday telefonni qabul qilmaslikni aytgan. Qashqardagi ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir soqchi yuqori darajalik o'rinlarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari komitetining oliy komissari Mashal Bacheletning Sharq Turkistonni ziyorat qilishidan ilgari qanday tayyorliklarni qilishini o'rinlashtirgan uqtirishni topshirib olib tarqatganligini, uqtirishda xalqning o'zligidan so'zlamasligi, jazo lagerlari haqida hech qanday gap qilmasligi. Agar bu haqda savol so'ralganda faqat qayta tarbiyalashning ijobiy taraflarini tilga olishi, buning yaxshi turmush kechirishni kafolatlantiradigan yo'l ekanligini aytish ta'kidlangan. Xitoy axborot agentligining xabariga qaraganda, seshanba kuni atalmish Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumat diniy erkinlik to'g'risida telefon yig'ini o'rinlashtirgan bo'lib, yig'inga 60 necha davlat va xalqaro tashkilotlar qatnashgan. Yig'inda atalmish Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik islom jamiyatining raisi, Islom institutining rahbari, Xitoy g'alchisi, islom dushmani Abduraqib Tumunniyoz bugungi kundagi Şinjandagi diniy e'tiqod va erkinlik vaziyatini har qanday tarixiy davrga selishtirg'ili bo'lmaydi degan. Shu kuni davlat tarafidan boshqarilgan yer shari vaqtining xabarida xalqning Ramazonda qaynam toshqinlik bilan iftor qilayotganligi, hayitni o'tkazayotganligi, namoz o'qishni kutib turganligi, pokiz masjidlar, o'quvchilarning Qur'on o'qiyotganligi tasvirlangan sim ko'rsatilib, xalqaroning ko'zini bo'yashga tirishgan. Janubiy Xitoy atiganlik pochtasining 12 maydagi xabariga qaraganda, Yevropa Ittifoqi komissiyoni raisi Ursula von der Leyen Rossiya bilan Xitoyning kishini andishiga soladigan kelishim orqali yangi va o'zi bilgandek xalqaro tartib tahdidi olib keladiganligini aytdi. Ikki taraf atalmish Şinjan va Hong Kongni o'z ichiga olgan har qaysi rayonlardagi siyosiy va bexatarlik masalalarida o'zaro hamkorlashadiganligini aytdi. Yevropa Ittifoqi bilan Yaponiya payshanba kuni Tokioda o'tkazilgan boshliqlar yig'inida Rossiyaning Ukrainaga qilgan urushini Beyjingning Hindi Tinch okeanda olib kelgan tahdidi bilan bog'lagan. Yig'inda Xitoydagi o'zgarishlarni cho'nqurlashtirishga va'da bergan. Yaponiya Yevropa davlatlariga o'xshash Hindi Tinch okeandagi Rossiyaga jazo yurgizadigan davlatlarning biri. U Yevropani Rossiyaning energiya ta'minotidan uzoqlashtirish uchun o'zining bir qism tabiiy gaz importini qaytadan yo'lga qo'ydi. Ukrainani davomli moslashgan siyosiy, moliya, moddiy va insonparvarlik yordami bilan ta'minlaydiganligini, Rossiyaning Ukrainaga qaratgan qonunsiz tajovuzchilikning qoidalarini asos qilgan xalqaro tartibni buzib, dunyo miqyosida iqtisodiy qalayimqonchilik paydo qilganligini aytdi. Faoliyatdan ilgari Yevropa Ittifoqining bir yuqori darajalik amaldori
Bugun Yevropada yuz bergan ishlar erta Hindi Tinch okeanda yuz berishi mumkinligini ogohlantirdi. Tokiodagi rahbarlarmo Xitoyning urushni oxirlashtirish uchun tirishchilik ko'rsatishdan umidini uzganligini aytdi. Mustamlikachilarning Sharq Turkistonni sumirish va sunniy millat yaratish projelarining qozonini o'rib tashlash yoki yangi ishlangan yog'och qozonlarda qaynab halok bo'lish va yoki qadimiylikka ega bo'lgan ko'klari yer yuzining qatlariga, yaproqlari samoviy ko'k osmonga bog'langan va ko'k bayroqni to'qilgan bir millatning dostonini tarix sahnasiga qayta elib chiqish navbatda siyosatchilarimizdan tortib olim ulamolarimizgacha, tijoratchilardan hunarvand kasblargacha barchamizning o'rtaq samimiyatda kuch chiqarishiga qarashliq turibdi. Hurmatli ko'rurmanlar, xabarlarimizni ko'ngilinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.